Chunki dada seninki bizga chiqirdigan vaqting yo'qmi? Qachonni qarshi aldirash yurdi ekansa, qachonni qarshi telefon qaraydi ekansa, qachonni qarshi boshqalar bilan telefon paranglashadi ekansa, nima uchun bizga chiqaraq vaqtdan chiqolmaysa degan gaplarni deding-a sen? Urumchidagi vaqtda dedi. Qana, Zahra siz nima dedingiz? Bizmi o'yinmi? Ha? Nima dedingiz? Ishmayman. Dada siz uchun shu sarxil o'yinmi? Bizmi o'yinmi deb Zahra aytdi dedi. Siz nima dedingiz? Telefon o'yinmi, bizmi o'yinmi? Telefon o'yinmi, bizmi o'yinmi dedim avamda. Hamda do'yin ishlashim kerak. Telefonni oldim qo'yib turib, yeching mazgilida ilmiy baxmovchilik to'g'riliq so'zildim. Qo'raq otam mo'yinmi, mo'yim emasmi? O'zoliqdan yashash mo'yinmi, mo'yim emasmi? Ma kirib, dada telefon mo'yinmi, men mo'yinmi dedim ava. Bugungi taraqqiyot kelishimizmi unda osonga to'xtamagan, nurg'ulg'an uyqusiz kechilar. Mangdamda bir to'salg'ular har vaqtda ya bizga. Mayli, mana o'sha rasmiyat jihatdan bo'lsin, mayli raqobatchilarimiz jihat bo'lsin, noto'g'ri raqobatlar har vaqtda ya bizga. Ele xaltimizni anda qilib o'tib qolgan, ele bozorimizga anda qilib o'tib qolgan, ele markamizni to'g'ri olib qolgan, ele mahsulotimizni to'g'ri olib qolgan, ashunga o'xshaydigan nurg'un boshqa qiyinchiliklar o'zimiz bo'lgan ishlar bor. Lekin shu ishlarning hammani yo'lda hal qilib, bugungidek mushna taraqqiyotlarga keldik. Ya'ni sizlar mush ko'rib turayotgan mushna o'xshaydigan 30 ming zavodni silyapmiz. 30 million atrofida pul ketib bordi. Davomli xajlayapmiz. Lekin buni qurib qo'ygandan keyin 60% atrofini davlatning to'liqligi bor. Mush ishlarni qilishimiz sabab yana baxmovchilik taraqqiyotni ilgari surish, baxmovchilarning shu o'zoliq masalasini hal qilish. Mazavod bitgandan keyin mishada xamashyanim to'plash taqtimiz. Bevosita Tianjingandan kelgan shu purchaq kunjurlari, keyin G'oljining qo'noqlarini mishal bevosita shu necha ming tonna, 30 ming tonna, 40 ming tonna qo'noqni mishal bevosita to'p taqtimiz. Endi sizlardan so'raydigan gap. Men necha vaqtni bekor o'tkazibmanmi? Yo'q. Nima ish qilibman? Telefon ko'rib. Yana telefon ko'rib deydi baba. Telefon ko'rib men nima ish qilibman? Qo'ng'iz o'qibsiz. Qo'ng'iz o'qibman shundaymi? Mana eslab bekordan bo'lib qolamda. O'zi. Cho'qim bir odam sala buni. O'sha odam bir odam bunda shang qilib buni o'yla, shundaymi? Telefon qarg'inimni anandagi sizlarga vaqt chiqmaganini to'g'ri tushundingmi? Yo'q. Nima to'g'ri tushunmadingiz, to'g'ri tushunmaganingiz deb qo'ying. Vaqt. Nimaga vaqt yo'q? Bizga amr oldi. Endi amr bo'lma. Mana maqitdimmi? Boshqa ishlar bor-da. Shunga ham mush tijoratning ishlarini qilgach, ham sizlarni ko'rsatgach, ham sizlarga amr bo'lg'ach, kech kunduz amr bo'layapmiz-ku. Mashinada birga mansaqmi shu, shundami? Kechida yo'l mansaq, mashinaning ichida uxlab shundami? Tamoq yegan chaqdan birga tamoq yeyapmiz shundami? Sizlar bilan birga men xizmatni qilyapman. Mush amr bo'lashmi emasmi? Lekin menga amal yo'q hamda. Bu ishlarni tashlab qo'yib, 24 soat sizlarning yoninglarda turadigan menga fursat hozircha amal yo'q. 6 bayramdan burun men ishdan bitirib olsak, aram oldigan vaqt shu vaqt bo'ldi. Angacha hamda butun vaqtimiz ham nimashada, butun vaqtimiz qo'tallarda, anandagi mush har qaysi ilmiy baxmovchilik mulozimat Köşü Yangzhou Fu Zhongshin asharlarda bo'ldi vaqtimiz. Unda olsa yakandagi zavodimizning amaliy ahvolini mishakagicha 6-oyning birdan burun tuttirib pulimiz degan butun kuchimiz bilan tirishyapmiz. Hammishniki vaqt soat kamisi bekor o'xshaydi. Ammo tez suratda mush ishlarni qilib mishanim hamda bir kun faoliyatlan boshlaymiz. Miyada 30 ming tonna qo'noqni bekorga olmaydi. Shuning qarta hamda hamma tugini haydab kelib mishadi kavob qildigan ishmo shu kunda. Unda o'z filmni oxiriga ko'rgan do'stlar yurakni besib o'tib inkasrayning 5 raqamini yo'llagach, bizga qarta o'ylagan fikrlaringlarni yozib qo'yinglar. Xayr xo'sh. Qadring sening qaysarligingda